Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Bugun odatdagidek haftaning payshanba kuni va Samarqand telekanalida ochiq muloqot ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda o'simliklar karantini va himoyasi tizimida amalga oshirilayotgan ishlar, yangiliklar, islohotlar, sohadagi muammolar va ularning yechimlari xususida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Buning uchun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini agentligi va himoyasi O'simliklar karantini himoyasi agentligi Samarqand viloyat boshqarmasi mas'ullarini taklif etganmiz. Avvalo ular bilan tanishtirib o'tsam, demak, boshqarmaning bo'lim boshlig'i, ya'ni ichki karantin bo'limi boshlig'i Shohrux Ergashev, boshqarmaning tashqi karantin bo'limi boshlig'i Islom Mardonov hamda dala chetlaridan samarali foydalanish bo'limi boshlig'i Tohir Hasanovlar ko'rsatuvimiz mehmonlari. Avvalo xush kelibsizlar. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz odatdagidek to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilmoqda. Agar sizlarni bugungi ko'tarilgan mavzu, ya'ni o'simliklarni himoya qilish agentligi tizimiga oid savollar, tomorqadan foydalanish, mana 90 bosli ekinlardan foydalanish, ularni parvarishlash bilan bog'liq savollaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa, ekranlaringizdagi telefon raqamlari orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borish imkoniga egasiz. FM 105.2 Samarqand radio kanali orqali tinglash imkoniga egasiz va radio tinglovchilar uchun telefon raqamlarini eslatib o'taman. 66 kodi bilan 233 96 01, 233 96 07, 233 96 09 hamda 233 96 10 raqamlari sizning xizmatingizda. Xabaringiz bor, Prezidentimizning 2021 yil 15 iyuldagi o'simliklar karantini va himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi va mazkur qaror bilan soha faoliyati tubdan takomillashtirilib, soha xodimlarining vakolatlari birmuncha kengaytirildi, sohaning moddiy texnik bazasi yaxshilandi va bugun ana shu qaror talablari asosida sohada izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Keling, avvalo mazkur qarorda belgilangan vazifalar xususida Shohrux qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 iyuldagi 5185 sonli qarorlariga asosan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tashkil qilindi. Ya'ni bu tashkil qilinishidan maqsad mana shu qishloq xo'jalik sohamizda barcha ekin maydonlarida, bog' deymizmi, aholi xonadonlari deymizmi, dehqon fermer xo'jalik klasterlari deymizmi, barchasida keng mana shu qishloq xo'jalik sohasida foydalanadigan mana shu yerlarda katta iqtisodiy zarar keltiradigan zarar kunanda deymizmi, hasharot va birmuncha kasalliklar ham tarqalish holatlari juda ham ko'p kuzatilmoqda. Ya'ni bu o'simliklar karantini tashkil qilinishi o'zi asosan mana shu sohada Samarqand viloyati boshqarmasida barcha tuman bo'limlarimizda tuman bo'lim boshliqlari, prognoz, shuningdek fitosanitar nazorat davlat inspektorlari tashkil qilingan va mana shu fitosanitar nazorat davlat inspektorlarining vazifasi mana shu tumanlardagi, joylardagi, ekin maydonlaridagi, mana shu aholi xonadonlaridagi zararkunanda kasalliklarni monitoring qilish va o'sha holatlar aniqlangan taqdirda o'sha xonadon egasiga yoki fermer xo'jalik egasiga o'zini kerakli tavsiya ko'nikmalarini berish. Bu bilan nimaga erishamiz? Bu bilan ya'ni tavsiya ko'nikmalarini berish eng avvalambor bizlarda bugungi kunda mana shu dehqon fermer xo'jaliklarimiz mana shu hasharot zararkunanda ko'payishi tushunmaslikdan kelyapti. Ya'ni qishloq sohaga mana shu zararkunanda kasallikni qanaqaligini farqlamasdan turib kerakli pestitsidlar, kerakli mana shu kimyoviy vositalar, keraksiz kimyoviy vositalar bilan ishlov bermoqda. Natijada mahsulotni yetarlicha bilimga ega bo'lmasdan turib, albatta, natijada mahsulotda pestitsid qoldiqlari ko'payib ketish holatlari kuzatilmoqda. Endi mana shu bundan tashqari mana shu Samarqand viloyat boshqarmamizda birmuncha moddiy texnik baza desak, mana shu mobil laboratoriya, ya'ni mobil laboratoriya avtobuslari tashkil qilingan. Bu mobil laboratoriyani vazifasi nima? Mobil laboratoriya joyiga mana shu eksportga chiqayotgan mahsulotlarimizni
Bundan tashqari mana shu dehqon fermer xo'jaliklarimizdan murojaat tushgan holatda joyiga borgan holda uni o'rganib, joyida laboratoriya xulosasini chiqarib berib, o'sha joyda o'zida kerakli tavsiya ko'nikmalarini berish. Bundan tashqari yana bizlar boshqarmamizda fitosanitar laboratoriyasi ham tashkil qilingan bo'lib, bu laboratoriya mana shu tumanlarda, joylarda inspektorlar tomonidan mana shu dehqonlarimiz, dehqon fermer xo'jaliklarimiz o'sha zararkunanda hasharotlarni aniqlamagan holatda inspektorlarimiz namuna oladida o'sha laboratoriyaga yuboradi. Boshqarmada laboratoriyaga yuboradi va o'sha laboratoriyada laboratoriya xulosasini, PCR xulosasini oladida va o'shanga asoslanib tayangan holda kerakli tavsiya ko'nikmalarni beradi. Eng avvalambor bizlarning karantin sohamizda, qishloq xo'jalik sohasida biologik qarshi kurashni eng oldinga qo'yamiz, birinchi o'ringa qo'yamiz. Ya'ni biologik qarshi kurashish bu ham organik sof toza mahsulot yetishtirishga erishamiz. Bundan tashqari mana shu aholi xonadonlarda ham, dehqon fermer xo'jaliklariga ham mana shu biologik mahsulotlarni, ya'ni mana shu bio hasharotlar deymiz, ya'ni oltin ko'z, trixogramma, brakin biolaboratoriyalarimizda yetishtiriladigan mana shu mahsulotlardan foydalanish o'sha zararkunanda kasallik 40-50% dan oshgan taqdirda uni katta iqtisodiy zararni oldini olish maqsadida undan keyin kimyoviy qarshi kurashni tavsiya beradi. Kimyoviy qarshi kurashda ham tavsiya berishda eng avvalambor bizning prezidentimizning Vazirlar Mahkamasining 481-sonli qaroriga asosan, ya'ni mana shu o'simliklar karantini to'g'risida mana shu bizlarda kerak o'sha ro'yxat bor, o'sha kimyoviy vositalar ro'yxati, o'sha kimyoviy vositalar ro'yxatdan o'tganmi yo'qmi, haqiqatan u kimyoviy vositani sertifikati bormi yo'qmi, haqiqatan u ta'sir etuvchanligi, xullas o'sha ro'yxatda qisqa o'sha ro'yxatda o'tgan ko'rsatilgan kimyoviy vositalarni ko'rsatilgan kimyoviy vositalar tavsiya qilinadi. Va bundan tashqari buni qanday bilish mumkin? Bizlarda aholi xonadonlarimiz oddiy hammada uyali mobil aloqa telefonlarimiz bor. Bunda mana shunda agroko'makchi mobil ilovasi bor. Mana shu agroko'makchi mobil ilovasidan ro'yxatdan o'tib, o'sha yerda barcha mana shu qishloq xo'jalik sohasida zarar kunanda deymizmi, kasallik deymizmi, barchasiga o'sha agroko'makchida kerakli tavsiyalar bor. Bundan tashqari o'sha kimyoviy vositalar ro'yxati bor. Mana shu yana mana shu biolaboratoriyalar, biomahsulotni qayerdan olaman deyish mumkin. O'sha yerda ham o'sha agroko'makchi mobil ilovasida yechim topadi. Bundan tashqari mana shu yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ichki bozorlarga yoki eksportga chiqarishda ham birmuncha mana shu agroko'makchida eksportyorlar, importyorlarni ro'yxatlari bor. Unga bemalol o'sha aloqaga chiqib, o'sha orqali mahsulotini eksportga chiqarishi mumkin. Xullas, o'sha agroko'makchi mobil ilovasi umuman sohaga, qishloq xo'jalik sohasiga xabari yo'q, agronom emas insonni ham agronom qilib qo'yadi-da, xullas. Bundan tashqari yana mana shu bizlarning bugungi qishloq xo'jalik sohamizda ham karantin qolaversa, mana shu karantin sohamizda ham raqamli iqtisodiyot deymiz, mana shu monitoring qilishda, nazorat qilishda hozir butunlay qog'oz variantdan chiqib, mana shu bizlarning dala nazorati platformamiz bor. Dala nazorati platforma orqali har bir aholi xonadon, dehqon fermer xo'jaliklarida joylari monitoring inspektorlar tomonidan monitoring o'tkazib boriladi va u yerda har 3 xil qizil, sariq va yashil mana shu zararlangan maydonlarimiz qizil bilan belgilanib turadi. O'sha yerda qaysi maydonda achak bor, qaysi maydonda zararlangan bog' bor yoki aytaylik o'sha ekin maydoni bor va sariqda o'sha zararlangan maydonni qarshi kurashgan bo'lsa sariqga o'tiladi. Qachonki u toza holatga o'tgandan keyin yashilga o'tkaziladi.
mana shunday inspektorlarimiz o'sha orqali monitoring o'tkazib boradi. Bundan tashqari mana shu bizlarning dala nazorati platformamizda oldindan boya inspektorlar uchun ob-havo ko'rsatkichlari ham bor. Keyin bundan tashqari prognoz ko'rsatkichlari bor. Tuproq tahlili bo'yicha barcha nimalarni monitoringlarni o'sha elektron platformamizda yuritib boradi va mana shu eksportga chiqib ketayotgan mahsulot o'sha dala monitoring orqali eksportga Yevropaga boradimi, MDH davlatlarimizga boradimi, o'sha davlatga yetib borgan mahsulot birgina mana shu bizlarning EFITO va undan tashqari dala nazorat platformamiz orqali o'sha mahsulot O'zbekistonning qaysi hududda, ya'ni Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida faloncha fermer xo'jaligida yetishtirilganligi yaqqol chiqarib beriladi. Ana shu hududda mahsulot yetishtirilgan. To'liq raqamlashtirilgan. To'liq raqamlashtirilgan. Bu bo'yicha butun dunyo ko'ra oladi bu narsani. Butun dunyo ko'ra oladi. Shu o'rinda teletomoshabinlarimizga bir ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketsangiz, bugun fuqarolarni, fermer xo'jaligi rahbarlarini qanaqa hasharotlar tashvishga solyapti va qanaqa kasalliklar, o'simliklarga oid kasalliklardan himoyalash kerak, o'shalarga qarshi kurashish kerak fuqarolarimiz. Albatta, savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi. Ayni joyizki, mana shu bugungi kunda ayni hozir kuz va qish mavsumi boshlanish davrida mana shu barcha ekin maydonlarimizni mana shu ekin maydonlarimizdan qolgan qoldiqlari, bog', tok oralarimizda ishlov berish, mana shu o'sha ya'ni o't xazonlardan tozalab, ularni yoqmasdan turib ko'mib tashlash ishlarini amalga oshirish. Mana shu yoqish orqali ham bizlarning aholi xonadonlarimizda hozir o'sha xazon barglarini yoqish orqali ham juda daraxtlarimizga katta zarar keltiryapti, ya'ni uni kuydirish holatlari bo'lyapti. Ekologiyaga qancha zarar tegadi? Ekologiyaga katta zarari bor. Mana shuni bizlarki tozalab, mana shuni yoqib ko'msak, u ham mana shu yer uchun ozuqa bo'ladi, ham ekologiya uchun ham juda ham foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana shu ayni damda mana shu mevali bog'larimizda bizlarning oldindan eski bobolarimizdan qolgan aldamchi belbog' deyiladi. O'shandan qolgan aldamchi belbog', ya'ni mevali daraxtni o'sha 50 sm, 20 sm balandlikda o'sha aldamchi belbog' yumshoq boyagi hasharot muvofiq o'shanaqa aldamchi belbog'lar boylanadi va bunga qanday u ayni hozir hasharotlar qishlash davriga ketdi. Qishlashdan davriga ketishdan oldin, sovuq tushishdan oldin mana o'sha hasharotlar mana shu aldamchi belbog'larga keladi, o'sha yerga tuxum qo'yadi va o'sha yerda qishlashga ketadi. Va biz uni olamizda, erta bahor olamizda uni yoqib tashlab, mana shu orqali ham zarar kunanda hasharotlarga juda ham katta qarshi kurashgan bo'lamiz. Bundan tashqari yana mana shu shox-shabbalarni tozalab, ariq zovurlarni tozalab, mana shu bugungi kunda va u yerlarga masalan zarar kunandalar uyga qo'yish mumkin bo'lgan joylarda demak. Albatta. Mana shu ayni zarar kunanda hasharotlar achak bo'ladigan joy mana shu barg, mana shu begona o'tlar, o'sha shox-shabbalar, mana shular bo'ladi aynan. Qanaqa kasalliklar bugungi kunda o'sha o'simliklarga ko'proq tahdid solyapti? Mana yoz, kuz mavsumlarida. Bugungi kunda, hozirgi kunda kasallikdan keladigan bo'lsak, mana shu ayni buni aytish joizki, issiqxonalarimizda, ya'ni pomidor, bulg'or qalampirlarimizda pomidor bujmayish, ya'ni virusli kasalligi juda ham avj olmoqda. Ya'ni bu pomidor virusli kasallik bu odam orqali ham va uni ishlatayotgan uskunalar orqali ham, qo'l, perchatka orqali ham yuqish holatlari bo'ladi va odam orqali ham juda ham tez tarqaladigan virusli kasallik. Mana shu virusli kasallikka iloji boricha masalan o'sha virus tushgan issiqxonada ishlatilgan barcha asbob uskunalarni va perchatki mana shu maxsus xalatlar bilan kirgan holda u yerda ishlarni amalga oshirib va u yerdan mana shu asbob uskunalar disirlangan holda boshqa issiqxonaga ishlatishni tavsiya beramiz.
Rahmat. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugungi mavzuimiz teletomoshabinlarimiz uchun juda ham qiziq, chunki agrar sohaga ixtisoslashgan ko'proq viloyatimiz va deyarli barcha fuqarolarda tomorqa xo'jaliklar bor, ekin, bog' maydonlari bor. Mana dastlabki savollar ham yetib kela boshladi teletomoshabinlarimizdan. Shu o'rinda eslatib o'taman, qadrli teletomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda odatdagidek va ko'rsatuvimiz bosh mavzusi o'simliklar himoyasi va karantini agentligi mutasaddilaridan o'zlaringiz uchun zarur maslahatlarni, tavsiyalarni olish imkoniga egasiz. Mana Samarqand shahri Qorasuv massividan O'ktam Mirzayevdan dastlabki savol. O'simliklarga zarar yetkazadigan burtma nematodalari keyingi yillarda Samarqand viloyatida ko'payib ketdi. Ushbu kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha viloyatda laboratoriya tashkil qilinganligini bilmayman. Bu kasallik bo'yicha qanday ishlar olib borilmoqda? Bu borada rejalar qanday? Aniq ma'lumotlar bersalaringiz deya savol qo'yapti. Burtma nematodalar haqida avvalo ma'lumot bersangiz, qanaqa kasallik o'zi bu? Bu bo'yicha burtma nematoda, ya'ni bu asosan nematoda virusli mana shu zamburug'li kasallik bo'ladi. Ya'ni bu burtma nematodalarda turli xil uchraydi bizlarga hozirgi qishloq xo'jalik sohamizda. Mana shu hozirgi aytib o'tganingizdek, mana shu boshqarmamizda fitosanitar laboratoriyasi tashkil qilingan va mana shu boya aytdim, agroko'makchi mobil ilovasi orqali mana shu aholi xonadonimiz bormi yoki dehqon fermer xo'jaligimiz bormi, inspektorda o'sha agroko'makchi mobil ilovasida inspektorda chaqirish tugmachasi bor. Inspektor chaqirish tugmachasi orqali inspektor o'shani joyiga lokatsiya orqali birdan inspektorga zaявка tushadi, ya'ni o'sha ko'rinadi inspektorda chaqiruv tugmachasi bosgandan. O'sha zahotiyoq inspektor yetib boradida, lokatsiya orqali joyiga yetib borgan holda o'sha mahsulot, ya'ni o'sha o'simlikdan namuna olib fitosanitar laboratoriyamizga topshirib, laboratoriya xulosasini olgandan keyin bunga kerakli tavsiya ko'nikmalarni berib, unga qarshi kurash ishlarini amalga oshirishni tavsiya beramiz. Ya'ni bundan tashqari yana mana shunaqangi mana shu agroko'makchi mobil ilovamizda mana shu inspektor chaqirish tugmachasi birgina mana shu butun bizda O'zbekiston bo'yicha mana shu tizim yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston bo'yicha, shu bilan birga Samarqandda ham bugungi kunda mana shu agroko'makchi mobil ilovasi orqali 1000 dan ziyod chaqiruvlar kelib tushgan. Hozir masalan tumanlarimizda Urgut tumani yoki Bulung'ur tumani eng chekka hududida yashaydigan biror fuqaromiz yoki fermer xo'jaligi rahbari agroko'makchi orqali chaqiruv bersa, buyurtma qilsa, chaqiruvda imkoniyatlar yetarlimi o'sha yerga borib maslahat berishga? Albatta, bu keraklidan ham ortiq imkoniyatimiz yetarli. Ya'ni mana shu aytaylik Urgut tumanidan siz aytganda chaqiruvni bosdi. Birgina Urgut tumani, har bitta tumanimizda 7 ta, 8 ta, 10 ta, 15 tagacha bizlarda inspektorlarimiz bor. Bu tugmachani bosgan o'zlariga belgilangan hududlar ham bormi? Albatta, o'zlariga ajratilgan, belgilangan hududlar bor. Har bitta tumanda 10 ta xodim bo'ladigan bo'lsa, 10 ta xodimga ajratilgan hudud bor. O'sha ajratilgan hudud bo'yicha inspektor chaqirish tugmachasi bosgan zahotiyoq inspektorga o'sha vaqt yetib boradi. O'sha sekunddayoq yetib boradi. O'sha chaqiruvni ko'rgan zahotiyoq inspektor joyiga yetib boradi, yetib borib mana shu zarar kunanda kasallik bo'yicha nima o'sha o'zini qiynayotgan savol, aholi xonadonlarimiz tavsiya maslahatini beradi. Qiynayotgan savollari bo'lsa, kerakli tavsiya va u bilan birgalikda bilim ko'nikmalarini ham beradi. Bu endi bitta yo'nalish ekan, mayli o'sha agroko'makchi orqali buyurtma berish. Qisqa raqamlar orqali mana 103 ga tez yordam chaqirilgandek tez va samarali usullar ham bormi? Bizlarda asosan mana shu agroko'makchi mobil ilovasi orqali mana shu inspektor chaqirish va bundan tashqari ishonch telefonlarimiz bor. 8123 ishonch telefonlarini, qisqa raqamli ishonch telefonlarimizga telefon qilib, mana shu o'zini qanday nima muammolar bo'yicha o'sha murojaat qilib, o'sha hudud bo'yicha bizlar yo'naltiramiz, o'sha zahotiyoq yo'naltirib va buni o'sha zavodi nazoratga olib 81 nechi dedingiz? 23. 81 23 demak boshqarmaning qisqa raqamlariga telefon qilib. Bemalol mana shu raqamlar orqali
mavzuga doir savollaringizni berishlaringiz mumkin ekan. Mana ikkinchi savoli bor. Yuqorida aytib o'tilgan O'ktam Mirzayevni laboratoriya tashkil qilinganmi ushbu kasallikka qarshi boshqarmada? Keyin qanday ishlar olib borilyapti? Rejalar qanday? Mana shularga ham bir ma'lumotlar kiritib o'tsangiz. Bu orqali endi u laboratoriyamiz hozir laboratoriyamiz mudiri kelmagan, laboratoriyamiz bo'yicha, lekin laboratoriyamiz o'sha yerda fitosanitar laboratoriyamiz tashkil qilingan va u yerda barcha kasallik zararkunandalarni aniqlash uchun barcha shart-sharoitlar yetarli va milliy akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyamiz. Navbatdagi savol Mamatqul Ahadovdan, Samarqand tumani Qovchinoni Balo mahallasidan. Tomorqamizda daraxtlar bor. Nimagadir 3-4 yildan buyon yangi chiqqan novdalari qurib qolyapti. Har qanday choralarni qo'llab ko'ryapman, foyda bermayapti. Mutaxassislar jo'natib ko'rsalaringiz iltimos degan mazmunda savol yo'llayapti. Albatta, buni hozir bizlar nazoratga olamiz va mana shu iloji bo'lsa boyaga aytganimdek o'sha Agrokomax mobil ilovasini yuklab olib turib, o'sha yerda inspektor chaqirish tugmachasini bosib qo'ysa, o'sha ertangi o'zida mana shu joyiga yetib borgan holda inspektorlar o'zining tavsiyasini berib, unga kerakli nima qo'llash kerak, hozirgi kunda ayni tinim davrida, tinim davri boshlanishidan oldin u mevali daraxtlarimizga qanday kimyoviy qarshi kurashlarni amalga oshirish kerak, nimalar bilan ishlov berish kerak. Bu aytganimdek mana shu qanday qator o'rinlarga ishlov berish kerak va buni samarasi qanchalik yuqori, barchasini mana shu inspektorlarimiz tushuntirib va o'zini bilim kerakli ko'nikmalarni beradi. Bundan tashqari o'sha Agrokomax mobil ilovamizda ham mana shu qishloq xo'jalik sohasida meva sabzavot deymizmi, bog', tok deymizmi, barchalariga zararkunanda kasalliklar bo'yicha juda ham keng katta tavsiyalar berilgan. Har bir kasallikni videorolik va rasmi bilan birgalikda ko'rsatib, unga qarshi kurashlarni qanday amalga oshirish kerak, mana shu tavsiyalar ham o'sha yerda ko'rsatilgan. Rahmat. Joriy 2025-yil karantin sohasida eksport, import munosabatlarini tartibga solish, chetdan kirib keladigan turli ko'chatlar, urug'lar, mevalar nazorati va eksport qilinayotgan mahsulotlarni karantin tartibida nazorati qanday amalga oshirildi, qanday yangiliklar bor bu yo'nalishda, shular haqida marhamat Islom o'zingiz qisqacha bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, muhtaram boshlovchi. Assalomu alaykum. Teletomoshabinlar. Karantin nazoratida eksport, import sohasida ham hozirgi kunda bir qator o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilyapti. Ulardan birinchi navbatda eksportga to'xtaladigan bo'lsak, 2025-yilda Samarqand viloyatida 343 million dollar eksport prognoz rejasi qo'yilgan edi. Hozir 11 oylik, ya'ni 1-dekabr holatiga ko'ra 309 million dollar meva sabzavot mahsulotlari o'zi eksportga yo'naltirildi. Bu umumiy rejadan va yanvar-noyabr rejasiga ko'ra 166% o'sishga 54,7 million dollar qiymatdagi o'sishga erishganmiz. Bu eksport prognoz ko'rsatkichlarini belgilangan muddatda bajarish uchun karantin sohasida aynan eksport shtabi tashkil qilingan. Respublikada markaziy eksport shtabi, viloyatlarda hududiy eksport shtablari, shu jumladan Samarqand viloyatida ham hududiy eksport shtabi tashkil qilingan. Shtab a'zolari 12 ta turli davlat tashkilotlari xodimlaridan tuzilgan bu. Tadbirkorlar, ya'ni eksportyorlarni duch kelayotgan muammolarini tezkorlik bilan hal qilishga qaratilgan. Ya'ni tadbirkorlarda soliq bo'yicha muammo bo'lsa, soliq boshqarmasida xodim biriktirilgan. Birdan o'sha joyning o'zida muammo hal qilinadi. Mahalliy tashkilotlar tomonidan hal qilinmaganda respublika markaziy shtabiga murojaat qilinadi. Undan tashqari, avval meva sabzavot mahsulotlari eksportchilarini ko'p qiynagan muammo mahsulotni kimdan olish, qayerdan olish muammosini biz shunday yechdikki, eksport shtabidan haftalik ma'lumotlar olamiz. Misol uchun 20 kunda pishib yetiladigan mahsulotlar, omborxonadagi eksport bo'lib qishloq xo'jaligi mahsulotlari haqida ma'lumotlar,
bozorlardagi minimal narxlar haqida ma'lumotlarni haftalik berib boramiz. Bu respublika miqyosida tashkil qilingan ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanallarida ochiq ma'lumot sifatida tadbirkorlarga, eksportyorlarga taqdim qilinib boriladi. Natijada misol uchun 20 kunda nima mahsulot yetishtirilishiga kimga agar ehtiyoji bo'lsa, masalan importyor davlatda qaysi tadbirkor shartnomasi mavjud bo'lsa, o'sha mahsulot yetishtirilishini oldindan biladi. Undan tashqari omborxonada hozir nima mahsulot borligini Samarqand viloyatida tadbirkorim o'sha vodiy yoki o'zimizda voha viloyatlarida, Qashqadaryo, Navoiy viloyatlarida ham mahsulotlarni qaysi omborxonada telefon nomerlarigacha kiritilgan ma'lumot qilganmiz. U eksportyorlarga juda qulay kelyapti. Eksportyorlar mahsulot topishda, mahsulotni belgilangan muddatda eksport bo'lib tayyorlashda vaqtlari ham, pullari ham tejalyapti. Eksport 2025-yilda yana bitta ma'lumotni men aytish joiz deb o'yladim. 72 ta davlatga eksport qilindi, ya'ni Samarqand viloyatida yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlari dunyoning 72 ta davlatiga eksport qilindi. Bu respublika miqyosida aytadigan bo'lsak, 83 ta davlat respublika miqyosida eksport qilgan bo'lsa, shundan 72 tasiga Samarqand viloyati. Buni ichida 6 ta yangi bozor. Umuman shu vaqtgacha eksport hali amalga oshirilmagan yangi 6 ta bozor ochildi. Ularga 50 million dollarlik eksport amalga oshirildi. Misol uchun, Samarqand viloyatida yetishtirilgan, qayta ishlangan mayiz mahsuloti Kuvayt davlatiga 2025-yilda birinchi marta eksport qilindi, 23 tonna mahsulot. Undan tashqari 51 ta davlatga eksportimiz o'tgan yilga nisbatan ko'paygan, 167 million dollarga ko'paygan 51 ta davlatga. Eksport borasida yana qo'shimcha qiladigan bo'lsam, o'sha tadbirkorlarga hozirgi kunda soliq imtiyozlarini joriy qilganmiz. Ya'ni 2025-yil 8-apreldagi muhtaram prezidentimizning 136 qarorlarida belgilangan o'sha eksportyorlarga mahsulot yetishtirib beruvchi kooperativlar tashkil qilinib, eksportchi bilan birga shartnoma asosida mahsulotini olsa, zamonaviy qadoqlaganda o'sha qadoq mahsulotini xom ashyosiga ketadigan xarajatlari bir qismi qoplab beriladi 3000 so'mgacha, biroq o'sha qadoq mahsulotini 25% dan oshmagan bo'lishi kerak qiymati. Unda eksportyorlarimizga qanday foydali tomonlari bor deganda, eksportyorlar kooperativdan shartnoma asosida mahsulot qabul qilib olsa, qo'shimcha qiymat solig'i bilan birga qabul qilib oladi, ammo eksportga chiqargandan keyin yukini eksportyor davlatga borib o'sha sherigiga mahsulot yetib borgandan keyin o'sha 12% qo'shimcha qiymat solig'i eksportyorga yana qaytarib beriladi. Bundan tashqari daromad solig'i, ijtimoiy soliqlar 1% stavkaga tushirilgan. Aynan o'sha kooperativ bilan ishlaganligi uchun. Eksportyorlarga bu juda ham qulay bo'ldi deb hisoblaymiz. Shu yangiliklar har bir eksportyor, har bir fermer xo'jaligi rahbarlariga to'liq yetkazib berilganmi ma'lumotlar? Bu yangiliklar o'sha aytib o'tganimdek eksport shtabi tomonidan muntazam o'sha 200 dan ortiq eksportyor faoliyat olib boradi viloyatimizda. O'shalarning muntazam ravishda muammoli masalalarini, o'sha sohadagi yangiliklarni, ularga bo'lgan imtiyozlarni bevosita aloqa orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali, televideniya orqali har doim yoritib boryapmiz. Bundan tashqari davra suhbatlari tashkil qilinadi, seminarlar tashkil qilinadi. Unda eksportyorlar taklif qilinib, o'sha amaldagi hozirgi nima imtiyozlardan foydalanish bo'lsa, ularga yordamimiz beriladi. Endi import mahsulotlar, kirib kelayotgan ko'chat, urug' va boshqa mevalar xususida aniqlangan holatlar bo'lsa, bularga ham bir to'xtalib o'tsangiz. Albatta, hozir noqonuniy olib kirishga urinish holatlari bo'lishi mumkin yoki o'sha zararlangan mahsulot yoki urug'larni olib kirishga urinish holatlari bo'lgandir yil davomida. O'simliklar karantin va himoyasi agentligining asosiy vazifalaridan birini aytib o'tdingiz hozir. Ya'ni qo'shni davlatlardan, importyor davlatlardan bizga kirib kelayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, karantin osti mahsulotlarini nazorati kuchaytirilgan. Bu uchun men
xalqaro aeroport chegara maskani hisoblanadi bizda. U yerda 6 nafar inspektorimiz o'sha kuni tun nazoratdan o'tkaziladi. Ya'ni tadbirkorlar tomonidan keladiganlardan tashqari jismoniy shaxslar tomonidan qo'l yukida kirib keladigan har xil ko'chatlar, urug'lar bo'lsa, o'sha o'simliklar karantini to'g'risida qonun 484-qonunning 21-moddasida belgilangan jismoniy shaxslarga qo'l yukida urug'lik mahsulotlar olib kirish mumkin emas deb, buni asosi deb aytishim mumkinki, chunki jismoniy shaxslar tomonidan olib kelingan mahsulotlar o'rganilmagan, agentlik tomonidan o'sha importyor davlatdagi qaysidir kasallik, virus, zararkunanda uni tarkibida aniqlansa, O'zbekiston hududidan tarqab ketish xavfi juda yuqori bo'lganligi uchun bizda 2024-yil xalqaro aeroportda kinologiya bo'limi tashkil qilindi. Aynan o'sha xizmat detektor itlari orqali xalqaro aeroportda kelib tushgan jismoniy shaxslar o'zlarini qo'l yuklarini, kinologlar o'sha urug'lik mahsulotlarini aniqlashga o'rgatilgan. Kinolog aniqlanganda hozirgi kungacha 150 kilogramdan ortiq urug'lik mahsulotlar aniqlanib, belgilangan tartibda yo'q qilindi. Ko'proq nimalarning urug'lari? Nimani urug'lari ko'proq? Endi Xitoy davlatidan keladigan viloyatimiz mehmonlarida ko'pincha makka jo'xori urug'lari, beda urug'lari, har xil gul ko'chatlari, o'zlarining davlatida urf bo'lgan choy mahsulotlari, o'simlik mahsulotlarining qismlari, davrak po'stloqlari aniqlangan holatlar bo'ldi. Bularning barchasi joyida karantin nazorati ostida davlat inspektorlari belgilangan tartibda qonuniy choralar ko'rishgan. Misol uchun hozir aytib o'tganimdek 150 kilogramdan ortiq urug'lik mahsulotlari, 200 donadan ortiq ko'chat, qalamcha mahsulotlari, 120 kilogramdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari noqonuniy kirib kelish oldi olingan. Import bu tadbirkorlar tomonidan mahsulotlar kirib kelishda ham o'sha boya ichki bo'lim boshlig'i Ergashev Shohruh ta'kidlab o'tganlaridek, agroko'makchi mobil ilovasi bor. Unda tadbirkorlarga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Eksport qilishda ham, import qilishda ham. Qaysi davlatda nima mahsulotni olib kirishga ruxsat etilganligi, o'sha davlatdagi toza hududlar reyestri shakllantirilgan. Misol uchun Turkiya davlatidan bizga urug'lik mahsulotlarni olib kirmoqchi bo'lsa, o'sha Turkiya davlatida biz tomonimizdan o'rganilgan, toza hudud deb e'lon qilingan firmalardan aynan kiritishga ruxsat bor. Aynan o'sha yerda yetishtirilgan mahsulotlardan. O'sha Turkiya davlatida o'rganilmagan hududlardan kiriza olmaydi. O'sha agroko'makchida barchasi ma'lumotlar ochiqchasiga tadbirkorlarga, jismoniy shaxslarga ochiq ma'lumot sifatida taqdim qilingan. Bu bo'yicha import qilingan tadbirkorlar tomonidan mahsulotlardan 1880 ta ekspertiza xulosasi o'tkazildi 2025-yilda. Ulardan 20 ta holatda ikkita turdagi karantin obyektlari aniqlandi. Bular Zarpechak va Komstoq qurti kabi karantin obyektlari aniqlandi. Belgilangan chora-tadbir asosida mahsulotlar yo tozalanadi yoki o'sha yo'q qilish yo'li bilan yo'q qilinadi yoki importyor davlatga qaytarib yuboriladi belgilangan tartibda. Endi bizda hozir beda urug'ida zarpechak urug'lari aniqlangan holat bo'lgan. Unda maxsus elevatorda zarpechak urug'laridan beda urug'lar ajratib olinadi. Ajratib olingandan keyin karantin ko'rigi davlatnomasi rasmiylashtirib beriladi inspektorlar tomonidan, keyin muomalaga chiqariladi. Ungacha tadbirkor o'sha laboratoriya xulosasi olishdan oldin ham mahsulotini belgilangan tartibda o'sha vaqtinchalik olib qo'yish, laboratoriya xulosasi chiqqandan keyin u aniqlangan zararkunandaga ko'ra chora-tadbir o'tkazish, barchasi o'sha o'simliklar karantin to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Rahmat.
Bu mavzuga hali yana qaytamiz. Shu o'rinda tomoshabinlarimizning murojaatlariga ham e'tibor qaratib borsak yaxshi bo'lardi, chunki savollar ko'p. Mana Bulung'ur tumani Kaptarxona mahallasidan Baxtiyor Eshonboyev savol yo'llayaptilar. Ko'p yildan buyon dehqonchilik qilamiz, sarimsoq, piyoz ekamiz, lekin kasallanishdan to'xtata olmayapmiz. Mutaxassislar yetishmaydi, bizga ko'mak kerak. Sarimsoq, piyoz ekiladi, ammo kasalligiga davo topa olmayapmiz debdilar. Marhamat, shu kishiga ham bir qisqacha ma'lumot, tushuncha, tavsiyalar bersak yaxshi bo'lardi. Albatta bu bo'yicha ham sarimsoq, piyoz bo'yicha ham hozirgi kunda 10 dan ortiq buni kasalligi mavjud. Ya'ni bu sarimsoq, piyozda ham mana shu belgilangan hududda inspektorlarimiz o'sha yerda o'z faoliyatini olib bormoqda. Mana shu umuman sarimsoq, piyozga qanaqa ko'proq kasalliklar ta'sir qiladi va uni oldini olish bo'yicha qanaqa tajribalar bor? Uni asosan buni ilmiy asoslangan holda hozir domlamiz, ya'ni ilmiy tadqiqot institutimiz mavjud. Ilmiy tadqiqot institutida bunda ilmiy asoslangan holda barcha o'sha yerda ko'nikma, ya'ni bilim va ko'nikma tavsiyalari mavjud. Endi o'sha sarimsoq, piyozdagi kasallik yoki zararkunandami, hasharotmi, uni ko'rmasdan turib boyagiday biron tavsiya berish hozirgi kunda juda ham qiyin desak. Tushunarli. Bu yerda bu kishining telefon raqamlari bor, Baxtiyor akani. Albatta. Bu raqamlarni sizlarga beramiz, iloji bo'lsa ertaga bog'lanib yana bir boyaga aytganimizdek, agroko'makchi mobil ilovasi orqali inspektorni chaqirish tugmachasini birgina bossa va inspektor joyiga yetib borgan holda uni sarimsoq, piyozdan, ya'ni aynan shu kasallangan yoki zararkunanda tushgan joyidan namuna olib, uni fitosanitar laboratoriya xulosasini chiqgach, undan keyin qarshi kurash, unga ko'nikma tavsiyalarini berish joiz deb o'ylayman. Rahmat. Yana mana Toyloq tumani Madaniyat mahallasidan Shuhrat Nodirov savol qo'yganlar. Hovlimizda daraxtlar kasallanyapti, dori olib kelib sepmayapmiz, lekin sepgan dorilarimizning foydasi bo'lmayapti. Albatta. Qaysi paytda sepish kerak? O'shalarga ham bir to'xtalib o'tsangiz. Mana hozir boyagi, ya'ni bizga murojaatimizga yana nima bo'lyapti? Javob bo'lyapti. Mana shu asosan hovlilarda ko'proq mana shu xazon barglarini yoqib, unga ko'p zarar keltirib qo'yapmiz. Bilib bilmay, ya'ni unga o'sha barglarini yoki bo'lmasa shoxlarini kuydirib qo'yapmiz. Mana shuni barg xazonlarni yig'ishtirib olib turib, mana shu bizlar yerga ko'mish orqali qarshi kurash birinchi o'rinda amalga oshirishimiz kerak. Bundan keyin boyaga aytib o'tganidek, hozirgi tinim davrida tutqich belbog'larni o'rnatishimiz va bundan keyin ayni kimyoviy vositalarda ishlov berishda hozir tinim davrida kimyoviy qarshi kurash ishlari amalga oshirilmaydi. Erta bahor uyg'onish davridan oldin 1% yoki bo'lmasa 3% o'sha daraxt uyg'ongani holatiga qarab borda suyuqlar bilan ishlov berish va o'sha vaqtda kerakli o'sha mana shu karantin xodimlarimizdan tavsiyalarni olish va vegetatsiya davri boshlangandan to hosilni yig'ishtirib olgunga qadar qanaqangi kimyoviy qarshi kurashlar amalga oshirish. Kimyoviy qarshi kurashdan oldin birinchi o'rin bizlar biologik qarshi kurashni eng oldingi birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak-edi. Biologik qarshi kurash amalga oshirishni samarasini bermagach va zararlanish ko'payib ketgach, keyin kimyoviy qarshi kurash yo'liga o'tamiz biz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, suhbatimizda O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Samarqand viloyat boshqarmasining dala chetlaridan samarali foydalanish bo'limi boshlig'i Tohir Hasanov ham ishtirok etyapti. Tohir, endi dala chetlaridan samarali foydalanish borasida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar haqida avvalo qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, qolaversa dala chetlaridan qay darajada samarali foydalanilyapti? Keyin mana 90 bosli ekinlarni parvarishlash borasida qanaqa tavsiyalar, qanaqa maslahatlar berasiz? Shularga ham bir e'tibor qaratsak. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Mana bugungi
ochiq muloqotda mana bo'ladigan savollar, keyin mana aytilgan yuqoridagi vazifalarimizni aytib o'tyapmiz. Albatta mana shu davlat chetlaridan umuman tomorqa yer egalari, o'sha qishloq xo'jaligi yurituvchi subyekt rahbarlari, misol uchun fermer xo'jaliklari, aksariyat bugungi kunda fermer xo'jaliklarimiz hamda mana shu havzalar, kanallar, kollektiv drenaj atroflari, ana shular dala chetlarini asosan tushuniladi hozirgi kunda. Bilasizmi, mana shu dala chetlarida unumli foydalanish, bu degan o'sha dala madaniyatini amalga oshirishda davlatimiz rahbari tomonidan qaror qabul qilindi, maxsus, alohida. Buni aytib o'tishim kerak. Bu shu vaqtgacha bo'lmagandi, bu qaror yo'q edi. Alohida shu topshiriqlar berilardi, shu tadbirlar amalga oshirish uchun. Ana endi bu qaror bilan yuklab berdiki, vazifa sifatida shu davlatimiz rahbarini 2024-yil shu 30-dekabrdagi 465-sonli qarorlari qabul qilindi. Qaror bilan o'sha dala madaniyatini oshirish, qishloq xo'jaligi maydonlaridagi dala chetlarida unumli foydalanish, qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari uchun belgilab berildi. Asosan mana shu qaror ijrosini olib borishda biz mana karantin agentligiga, umuman o'simliklar himoyasi karantin agentligiga bir necha vazifalar belgilab bergan. Bevosita mana bizda mana shu qaror ijrosi, dala cheti, dala madaniyatini mana hozir so'ralgandek, mana o'sha qishloq xo'jalik subyektlarini, o'sha qishloq xo'jalik yurituvchi subyekt rahbarlari bilan birinchi o'rtada hududdagi davlat fitosanitar nazorat inspektorlarimiz bevosita bog'lanishi belgilab berildi. Masalan, mana shu qaror ijrosi bo'yicha dala chetida dala madaniyatini oshirish orqali qanaqa qishloq xo'jalik imkoniyatlaridan foydalanish mumkinligi bo'yicha qarorni mazmun mohiyatini yetkazib berish bo'yicha biriktirib berildi. Shu asosda hududda qanaqa maydonlarga 2025-yil qarordan keyin, ana shu 2025-yilda qancha maydonga, qanaqangi maydonlarga o'sha dala chetlarida ko'chat ekilishi mumkinligi bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari belgilab olindi. Qancha maydonga qanaqa turdagi ekinlar ekildi 25-yil davomida? Mana shu 2025-yil mana shu qarordan keyin mavsum boshi deb aytsam to'g'ri bo'ladi. 2025-yil mana dekabr hozirgi davrda qishloq xo'jaligi o'sha mo'ljallangan dala chetlariga ko'chat ekilishi mumkin bo'lgan davr, mana hozirgi vaqtda tinim davriga o'tgan davri. Mana qulay vaqt bo'lishi bilan yanvar to may oyiga qadar ko'chat ekilishi prognoz qilingan. Eskidan shu tartib joy qilingan. Biz 2025-yil boshida 3623 gektar maydonda butun bir viloyat miqyosida o'sha qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan shaharlardan tashqari tumanlarda faqat dala chetlarida aniq ko'rsatkich chiqib berildi. 3623 gektar prognoz ko'rsatkichlar tasdiqlab olindi. Unga o'sha har bitta ekiladigan maydonni qismi bo'yicha ko'chatlar soni taqsimot qilindi. Ya'ni kim 3623 gektarga qancha ko'chat ekilishi mumkin? Masalan, qaysi ko'chat ekilishi mumkin? Enga o'sha 3 million 300 mingga yaqin qarib ko'chat ekilishi, aniq sifra bilan aytadigan bo'lsam 3 million 333 ming dona ko'chatni ekilishi belgilab olindi. Reja sifatida ham prognoz sifatida belgilab olindi. Bilasizmi, ana shu gektar bilan ana shu ko'chatni maydoni ega kesimi aniqlandi. Misol uchun hududdagi xo'jalik yurituvchi fermer xo'jaligini hududi, maydoni, masalan, bitta dalasini konturida olaylik 10 gektarlik dalasini atrofi maydonda bir tomonida eskidan shu tut daraxti bo'lgan. Uni yoniga ko'chat ekish imkoni yo'qdir. Lekin qolgan qismida dala cheti mavjud. Ekishga, sug'orishga imkoniyati bor. O'sha yo'nalishni qanaqa ko'chat ekish mumkinligi bo'yicha tavsiya berildi. Mana Samarqand viloyatida bilsangiz, ayrim hududlarda suv tanqis bo'lishi mumkin. Umuman olganda kasallikka chidamli ham tez hosil beradigan ko'chat tanlab olindi. Mana o'sha daraxt ko'chatlarmi yo mevali daraxt ko'chatlari? Asosan mevali daraxt ko'chatlari. Shuni boshda aytib o'tishim kerak edi, chunki mana shu qaror bilan mevali daraxt ko'chatlari manzarali emas. Chunki dala chetlaridan qishloq xo'jaligi ekinlarichi? Qishloq xo'jaligi ekinlari ham o'sha davrda, o'sha masalan aprel 2025-yanvar oyidan to aprelga qadar qariyb 3 million 600 mingga yaqin ko'chat ekildi.
mana shu ziyod bilan ekildi, to'liq bajarildi. Shuni ekilgan maydonlarda oralariga aprel may oylaridan boshlab to 2 oy muddatda, 1 oy 2 oy muddat ichida ana shu qishloq xo'jalik ekinlar ekilishi belgilandi. Asosan dukkakli ekin. Mana qator orasi ishlov berilib, mana mosh, no'xat, fasol, mana hozir bugungi kunda eksportga talabi juda yuqori bo'lgan qishloq xo'jaligi ekinlari ekilishi belgilandi, ekildi mana shu hududda. Undan tashqari mana shu yuqorida aytib o'tdim, mana sug'orish havzalari, kollektor, drenaj atroflarida shu qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish, o'sha belgilangan mevali daraxt ko'chatlarini ekish belgilandi. Xuddi shunday qarib o'sha butun bir viloyat miqyosida kollektor drenaj 446 ta obyekt aniqlandi. Misol uchun kollektor drenaj atroflarida o'sha Zarafshon havza boshqarmasi hududiy bo'limlar birgalikda qaysi davrda o'sha havza zavorlar tozalangan, qaysi davrgacha foydalansa bo'ladigan maydonlar aniqlandida. Bu borada 358 gektar maydon aniqlandi. Ham o'sha 358 gektardan qariyb 360 gektar yaqin hududga ko'chat ekildi. Yana qo'shimcha joylar ochilib ekildi. 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar mana shu maydon ichiga ham qishloq xo'jaligi ekinlari ekildi. Bundan tashqari o'sha ko'chatlarni parvarishlash ketdi. Qisqacha qilib aytib o'tsangiz, mana shu ekilgan ko'chatlar, daraxt ko'chatlari parvarish qanday bo'lyapti? Va qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan qay darajada hosil olindi? To'g'ri savol bo'ldi. Bu albatta chunki qaror davlatning rahbari tomonidan qaror qabul qilingan, buni ijrosi to'liq bajarilishi kerak. Bizda ayrim hududlarda, haqiqatan suv tanqis bo'lgan hududlarda o'sha ekilgan mevali daraxt ko'chatlar qurishlar holatlari aniqlandi. Hududda qariyb 500 gektarga yaqin, mana 3600 gektar ekilgan maydonda 500 gektarga yaqin hududlarda ko'chatlar qurish holatlari aniqlandi. Chunki ekish davrida shu tegishli tartibda amal qilmaganlar, masalan, ko'chatga shu ekiladigan talablar bo'yicha, shu tavsiya bo'yicha ish olib bormagan hududlar ham bo'ldi. Masalan, qarorni ijrosini eshitgan xo'jalik yurti subyekti shu hududimga ko'chat ekishim kerak deb turib, ayrim tavsiyalar olmasdan ekkanlar ham bo'ldi. Chunki nima sababdan quriganliklarini so'raganmiz borib, hududga borib. Ayrim joylarda ekildimi yana? Mana endi aytmoqchiman. 2026-yilga reja tasdiqlandi. Hurmatli boshlovchi, mana shu rejamizda qariyb 2378 gektar maydon aniqlandi 2026 uchun. Buni 400 gektar maydonida shu davrning o'zida qurilgan maydonlarda ham o'rniga ham o'sha 400 gektar maydonga ham qo'shimcha yana meva daraxt ko'chat ekishlari amalga oshirildi. Mana shu davrda. Chunki tinim davri o'tgandan o'sha mana hozir aytib o'tishim kerak, mana hamma hududlarda mana havoni tozaligini saqlash hamda shu hududdagi yashillikni olib borish bo'yicha mana butun bir respublika miqyosida katta dastur loyihalar ketyapti. Mana yashillik saqlash, yashil makon loyihasi bo'yicha xuddi shu yo'nalishda biz mana qishloq xo'jaligi sohasida bu o'zimizning hissamizni qo'shish maqsadida mana shu noyabr, dekabr oylarida ko'chat ekilishni rejalashtirdik, o'zimiz tashabbus ko'rsatib. Qariyb 400 gektar maydonga ko'chat ekildi. Mana mevali daraxt ko'chatlar ekildi. U asosan olcha, shu achchiq gilos, olvali, olxo'ri. Men misol uchun aytishim mumkin, agar hurmatli boshlovchi mana aytsangiz, bu qani mana fermer xo'jaliklariga bir murojaat sifatida aytib o'tmoqchiman. Hurmatli xo'jalik yurti subyektlar, mana yerdan tomoq yegidan foydalanuvchi subyektlar, bugungi kunda mana shu yerdan unumli foydalanish maqsadida dala chetlaridan o'zlashtirib, yer tayyorlab, hududda masalan ko'chat ekishni natijasi qanchalik daromad manbai ega bo'lishini bir oddiy misol aytib bermoqchiman. Misol uchun 1 gektar maydonda hududda bitta ayrim xo'jalik, fermer xo'jaligini masalan bir gektar maydonda ekilgan ko'chati mevali daraxti o'sha olcha gilosini misol oladigan bo'lsak, qariyb 1 gektar maydonga 500 ga yaqin 500 dan ziyod mevali daraxt ko'chati ekilsa, mana shu zigzag usulda yaxshi tavsiyalar asosida o'sha olcha ko'chatini ekilsa, olinki mana bitta olcha daraxtingiz mana 3 yil deganda hosilga kirsa yoki 2 yilda ungacha arasida mana yerdan foydalanish mumkin. O'sha davrda bitta olcha daraxtingizni 10 kilogramm yoki o'sha 1 satilgina olcha bersa, hosil bersa, bugungi kunda jahon bozorida olchaga bo'lgan talab juda yuqori. Misol uchun
eksport qilishi mumkin bo'lgan 10 kilogramm hosilda masalan 500 ta ko'chatdan 5 tonna degani masalan hosil yig'ib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uni o'zini ehtiyojidan orttirib 20-30% qismini eksportga yoki ichki bozorga sotish imkoniyati bo'lsa, bugungi kunda mana hozir tashqi karantin bo'lim boshlig'i ham aytdi, mana jahon bozoridagi o'sha 1 kilogramm minimal o'sha hul olchani narxi $3 1 kilogramm. Shok usulda mana muzlash asosida muzlatilgan vaqti bilan eksportga yo'naltirilgan mahsulotni $4 tashkil qiladi. Endi tasavvur qiling, mana 5 tonna mahsulotdan qariyb qancha daromad olish mumkin? Misol uchun. Mana endi o'zingiz keyingi navbatdagi savolga zamin yaratyapsiz. Ali Boboto'rayev Iskandariy mahallasidan Pastorg'omda 20 tup o'rigim bor debdi. Har yili yaxshi hosil oladi, soladi, turshak qilaman hammasini, ammo turshaklarimni sota olmayman. Shu masalada qanday yordam berasizlar deb savol qo'yyapti. Fermer yetishtirgan mahsulotini mana 5 tonna olcha deyapsiz. Misol uchun. Yoki mana turshak, 1 tonna turshak. Uni sotishga sizlar qanday yordam qila olasizlar? Bu masalada men o'zim fikr bildirsam, bu yuqorida aytib o'tdim, eksport shtabi tashkil qilingan, haftalik ma'lumot beramiz. 20 kunda pishib yetiladigan mahsulotlar va omborxonadagi mahsulotlar beramiz. Unda o'sha Pastorg'om tumanidan murojaat tushganmi? Iskandariy mahallasidan. Iskandariy mahallasida Pastorg'om tumani inspektorlari haftalik o'sha tumanda mavjud pishib yetiladigan tumanda o'sha aholi xonadonlarida bo'lsa ham ichkarigacha kirib olish topshirig'ini berganmiz. Aholi xonadonlarida bo'lsa ham mahsulotni egasini telefon raqami, manzili, mahsulot turi bo'yicha, kategoriyasi bo'yicha qancha miqdorda borligi ma'lumot qo'yib beriladi. Haftalik ma'lumotga kiritilib, eksportyorlarda respublika bo'yicha umumlashtirilgan ijtimoiy tarmoqlarda Telegram kanal bor. O'sha kanalga mahsulot tashib boriladi doimiy ravishda. O'sha qaysidir eksportyorda shartnomasida o'sha turshak mahsuloti uchun zarurat bo'lsa, o'sha 20 kunlik mahsulotlar jadvaliga kirib, Samarqandda o'sha faloncha fermer xo'jaligida yoki faloncha kishining aholi xonadonida mana shuncha mahsulot bor ekan deb bemalol bevosita telefon qilib, aka mahsulotingizga men eksportyor xaridorman. Mahsulotingizda agar narxi to'g'ri kelsa, sifati to'g'ri kelsa, men uni sotib olib eksportga yo'naltiraman degan masalani qo'yadi. Endi hozirgi murojaat qilgan fuqaroni talab bor demak turshakka. Qaytib olamiz. Talab juda yuqori. Bizlarda O'zbekiston aynan Samarqand hududida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mevalari, aynan quritilgan mahsulotlar o'z birinchi o'rinda turadi Samarqandda, bilasiz. Quritilgan turshakni ham eksportchilar o'zimizda ham mavjud. Endi men bu kishining savoliga qo'shimcha qilmoqchiman. O'zi eksport qilish niyatida bo'lsa, agar u bo'yicha ham biz yordam beramiz. Belgilangan tartibda o'sha hujjatlari, hamma narsasi raqamlashgan. Hozir bizda ariza berish ham o'sha eksportga yo'naltirish. Telefon raqamlari bor. Ali Boboto'rayevni iloji bo'lsa, ertaga bir bog'lanib, yordam qilish choralarini ko'rsatsangiz bo'lardi. Endi u kishi bilan bog'langanimizda haqiqatan u kishini avvaldan agar turshak qilib sotishga o'zini qobiliyati bo'lsa, ya'ni bugungi kunda iste'molga qancha yaroqliligini o'rganishimiz kerak. Ichki bozorni o'rganishga biz albatta u kishiga yordam beramiz. Rahmat. Keyingi savolga e'tibor qaratamiz, chunki vaqtimiz tugab bormoqda. Ko'rsatuv uchun ajratilgan vaqt. Ziyoyev Mahmud, Narpay tumani Kosagaron mahallasidan. Biz har yili pomidor ekamiz. Hosil olishga esa ulgurmaymiz. Sababi pomidorlarning palagi kasallanadi yoki pomidor qurtlaydi. Mutaxassislar bu borada qanaqa tavsiyalar berishadi deb savol qo'yyapti. Mana shunga hozirgi kunda boya aytib o'tganimdek pomidor mahsulotlarimizda ayniqsa mana shu so'nggi 2 yillarda keskin kuzatilmoqda. Pomidor mahsulotimizda pomidor kuyasi juda ham katta iqtisodiy zarar keltirmoqda. Bu ochiq maydonlarga ekilgan pomidorlarda? Albatta, ochiq maydonlarga. Bu pomidor kuyasi asosan mana shu pomidor va bundan tashqari bulg'or qalampiri mana shunday mahsulotlarga katta zarar keltiradi. Bunga pomidor kuyasiga eng avvalambor ko'chatni to ekishdan boshlab to yig'ishtirib olgunga qadar parvarishni
mana shu kerakli tavsiya ko'nikmalarga asosan qilish kerak va mana shu hozirgi kunda bugungi kunda mana shu vet dorixonalarimizda mutaxassis bir xil dorixonalarimizda mutaxassis turibdi, bir xil dorixonalarimizda mutaxassis umuman sohaga tushunchasi yo'q, agronom emas yoki bo'lmasa mutaxassis bo'lmagan ishchilar turmoqda. Ya'ni bular mana shunaqangi pomidor kuyasiga qarshi kurashda to'g'ri yo'nalish bera olmayapti. Ya'ni bunga qarshi kurashda to'g'ri kimyoviy vositalarni qo'llanolmayapti. Bu pomidor kuyasiga asosan eng avvalambor bizlar mana shu gullash davridan, pomidorni gullash davridan boshlab Narpay tumanida bo'lsa ayni boyagi biomahsulotni yetishtiriladigan do'koni mana shu biomahsulotdan foydalanishni boshlash kerak va undan keyin ayni gullash davridan ya'ni tugunchalash, ya'ni dovchalash davrida, o'sha tuyish davrida mana shu pomidor kuyasiga qarshi kerakli bizlar o'zimiz qo'llanib tavsiya bergan kimyoviy vositalarni qo'llab va undan keyin mana shuni to hosilni yig'ishtirib olgunga qadar mana shu pomidor mahsulotlarimiz bizlarni karantin inspektorlari nazoratida turishini tavsiya beramiz. Rahmat. Shu o'rinda yong'oqlarda uchrayotgan kasalliklar haqida qisqacha ma'lumot bersangiz hamda ulardan himoyalanish choralari xususida tavsiyalar zarur ekan. Mana Changal 1 mahallasidan Bulung'urdan Bahriddin Kenjaboyevga. Bugungi kunda yong'oqlarda qanaqa kasallik ko'proq uchrayapti bugun? Bugungi kunda yong'oqlarda ham mana shu boyagi dovchasi, ya'ni yong'oqni o'zi qurib qolish, ya'ni xuddi qurib kuydirganda qurib qolish holati. Barglari kuyib ketyapti keyin yong'oqlar. Barglari kuyish holatlari bunaqa kuzatilyapti. Bizlarga hozirgi kunda ko'pchiliklarimiz mana shu yong'oq daraxtlari, ya'ni yong'oqzorlar barpo etilmaganligi yo yong'oq turlari bizlar kamligi sababli unchalik mana shunaqangi zarar kunanda kasallik yoki bakterial kasalliklarga ko'p ahamiyat bermaymiz. Mana shunga ham biz mana shu maxsus laboratoriyamizda tekshirib va laboratoriyamiz xulosasiga asosan aniq mana shu qanaqangi bakterial kasallik bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa virusli kasallik bo'lishi mumkin. Mana shuni laboratoriya xulosamizda aniqlab va PCR xulosasi chiqqach kerakli ko'nikma tavsiyalarimizni berishni taklif qilamiz. Rahmat. Mana ayni paytda yangi yil arafasida turibmiz. Yangi yil bayrami shukuhi yurtimizda hukm surayapti. Endi ko'proq yangi yil archasi atrofida turli mamlakatlardan olib kelingan sitrus mevalar, limon, mandarin, apelsin, banan va boshqa mevalar dasturxonimizni to'ldirib turadi ertaga yangi yil kuni. Chetdan kirib kelayotgan mana shu sitrus mevalarning nazorati qanday boryapti bugun? Shu aholi salomatligiga xavf solmaydigan darajada toza mahsulotlar kelyaptimi ishqilib? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Hozir bayram arafasida bayram qilaman deb o'zimiz sog'lig'imizda xavfga qo'yishimiz ham mumkin. Bu borada agentlik rahbariyati tomonidan qattiq topshiriqlar berilgan har bir viloyatga, shu jumladan Samarqand viloyatida ham u bo'yicha. Misol uchun Xitoy davlatidan kirib keladigan mandarin mahsulotlarining nazorati bitta ikkita vaziyatlarda o'sha kuzatilgan chegaralarda, ya'ni fitosanitar sertifikat beriladi har bir karantin osti mahsulotiga importyor davlat tomonidan original nusxada bo'ladi. Uni chegarada bizlarda inspektorlar tekshirish uchun maxsus Xitoy davlatining elektron sayti yaratilgan. O'sha sertifikatni QR kodini yoki o'sha maxsus raqamini kiritib haqiqiy ekanligi aniqlanadi birinchi navbatda. O'sha sertifikatning originalligi. Bu tizim yo'lga qo'yilgan. Agar fitosanitar sertifikatni o'zida agar original bo'lmasa, mahsulotni tekshirib o'tirishga ham umuman hojat yo'q. Mahsulot importyor davlatga qaytarib yuboriladi. Bunaqa holatlar uchrayapti. Nazorat kuchaytirilib, qat'iy tartibda olib borilyapti, demak. Shunday. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalar, zarur maslahatlar o'ylaymizki, kelgusi yilda 2026-yilda amalga oshiradigan dehqonchilik faoliyatingizda sizlar uchun asqotadi deb umid qilamiz. Bugun mutaxassislar tomonidan berilgan tavsiyalar
zarur ko'rsatmalar kelgusi ko'rsatuvlarimiz davomida yana hali 2026-yil bahorida yana bir bor suhbat qilish niyatimiz bor. Yana qo'shimchalar bo'ladi albatta. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga, ekologiyani, atrof muhitni muhofaza qilishga zarur bo'ladigan juda ko'plab vazifalar, tavsiyalar bor. Buning uchun berilgan ko'rsatma va tavsiyalar uchun sizlarga tashakkur bildiramiz. Qolaversa ko'rsatuvdagi ishtiroklaringiz uchun. Teletomoshabinlarimiz bilan esa ko'rsatuvimizning navbatdagi sonlarida uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling.